O'zi 25 ga kirganman, 26 ga kirdim. 26 ga kirdim, lekin kallam 65 yosh. Bilaman, 65 yosh. Ko'p kattalar bilan suhbat qilganman. Ko'p katta odamlar, ichkariga ham katta odamlar bilan suhbat qilganman. Chunki katta narsadan suhbat qilsangiz, ko'p narsani olasiz. Men oldingi mana hozir shu 5 yil, 6 yil, 7 yil orqamga qarasam, qo'rqaman orqamdagilar. Shunaqa bo'lgan ekanmanmi? Shunaqa bola bo'lgan ekanman. Men hozirgi Shahzod hozirgi goldan 5 barobar yomon bo'lganman. 10 barobar yomon bo'lganman orqaga. Men o'ylayman, ana shu vaqtda o'zi o'sha sport yo'llanishga, ko'chaga sarflamay, ana shuni bo'yga sportga yo'llanishim kerak edi, o'sha tuxumni. Nastavnik degan narsa bo'lmagan shu. Ha, o'sha testvam, menga qo'rqish bo'lmagan. Hozir ham alhamdulillah yo'q qo'rqish. Lekin arqam o'sha vaqtda vaqti bo'lgan ekanda, odamlarni urib chapqa qilib taylar, bir mush o'lib qolsa, bilasanmi, qancha yil ketadigan narsa bo'lmaganda menga. Hozir shuni narsani o'ylayman. Ularga ham shuni aytaman, mediami qil, chotki narsani qil, keyin gapir. Anon qil, destva qil. Yo'qsa musobaqalardan yutqazib qo'ysam nima bo'ladi? Mendan media qochadimi? Yutqazib qo'ysam menga odamlarning e'tibori qochadimi degan narsani o'ylash mumkin. Nima deyapsizlar? Qo'rqmanglar. Hayotga qo'rqmaslik kerak. Men hozir inshaalloh yutqazmay, agar yutqazib qo'ysam ham gram xafa bo'lmayman. Shunday erta chaqirasiz, men sizlarga shunday podkast qo'yib turaman. Yutqazgan taqdirga. Lekin dasturni yutqazishni xohlayman inshaalloh. Dasturni yutay yo dasturni yutqazay. Yutqazsam shunday. Lekin nimaga men xafa bo'lmayman? Hayotimga yutqazgan joylarimga musobaqani yutqazish hech narsa emas. Hayotimga qoqilgan joylarimga. To'g'ri. Musobaqa hech narsa emas. Odamlar gap yo'q deb zo'r ko'taradi. Shunday bitta zirt qilib qo'ygandan keyin o'zlari ko'tarib o'zlari tushib olishadi.